Assalomu alaykum, Kamina Jaforovchilar. Sizlar bilan YouTube videolarida bepul darslarda birgamiz. Albatta, bu videolar milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun va fevralda milliy sertifikat olishni niyat qilganlar uchun darslar mutlaqo bepul. Bitta shart bor. Obuna bo'ling, like bosing, kanalga kommentariy yozib qoling va bu videoni yaqinlaringizga yuborsangiz bo'ldi. Bu biz uchun katta hurmat, e'tibor belgisi bo'ladi. Biz sizlar uchun harakatdamiz va do'stlar, biz 10 mingta bo'lishimiz kerak. Bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, videolarni boshladik. Demak, do'stlar, bizda birinchi savol geometriyaga doir. Xo'p, muntazam kesik piramida berilgan, asosini tomonlari A bilan B. Bu yerda A B dan katta ekan, ya'ni mana bu pastki asosini tomonlari A dan har birini tomoni, yuqori asosini tomonlari esa B dan, ya'ni kvadrat shaklida ekan muntazam piramidamiz. Xo'p, agar yon qirralari asos tekisligi bilan 45 gradusli burchak tashkil qilsa, demak yon qirra bu, mana bu qirralar, asos tekisligi mana bu bo'lsa, demak mana bu burchagimiz bizda 45 gradus ekan. Yaxshi. Xo'p, bo'lsa kesik piramidani hajmini toping. Demak, piramidamizni hajmi so'ralibdi. Yaxshi. Endi do'stlar, birinchi navbatda piramidani hajmini formulasini yozib olamiz. O'zi nimalar kerak bo'ladi? Demak, 1/3 bo'ladi endi. Chunki bu kesik piramida. Demak, kesik piramida bo'lgani uchun uni asos yuzi deganda ikkita yuzi olinadi va ular quyidagicha olinadi. Demak, S1 plus hop ildizosti demak S1 S2 plus demak S2 ko'paytirilgan h degan formuladan topiladi. Endi do'stlar, bu yerda diagonal chizilgan va bekordan bekorga chizilmagan. Chunki bizga o'sha balandlikni mana shu diagonal orqali topamiz. Chunki bu kesik piramida bo'lgani uchun. Demak, diagonal kesimimiz biz bilamiz, ko'pchilik biladi. Bu teng yonli trapetsiyadan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni diagonal bo'yicha kesilganda va mana bu burchaklar 45 gradusdan. Xo'p, yuqoridagi asos bu B bo'lgani uchun kvadrat bo'lsa, diagonali B ildizosti 2 bo'ladi. Pastki asosning tomonlari A bo'lgani uchun, demak, diagonali A kvadratdan ildiz olamiz. Demak, A ildizosti 2 bo'ladi, ya'ni 2A kvadratdan ildiz olamiz. Demak, bizning pastki asosimiz, ya'ni trapetsiyamiz asosi A ildizosti 2, yuqoridagisi esa B ildizosti 2. Endi nima qilamiz? Endi biz ikki tomonga mana balandlik tushiramiz endi. Hozir bu chizmada o'rtaga tushgan shu balandlik ikkalasi uchun teng. Demak, mana bu kichkina bo'lak tepadagiga teng, ya'ni B ildizosti 2. Mana bu ikkita bo'lak bir-biriga teng, bular teng yonli bo'lgani uchun. Ya'ni, xo'p, A ildizosti 2 minus B ildizosti 2 taqsimda 2, ya'ni ikkalasidan ayirib 2 ga bo'lsak shuni beradi. Bundan do'stlar, to'g'ri burchakli uchburchakda bu 45 bo'lsa, unda mana bu burchak ham 45. Bu katet bilan mana bu katet, ya'ni balandlik teng ekan. Demak, biz h ni topdik. Ya'ni A minus B qavsdan chiqarib ildizosti 2 taqsimda 2 ekan. Bo'ldi do'stlar, demak topdik. Endi formulaga qo'yamiz. Demak, V piramida teng 1/3. Xo'p, birinchi, masalan, pastki asosning yuzi A kvadrat. Xo'p, ikkalasi A kvadrat B kvadrat bo'ladi. Ildiz oladigan bo'lsak, AB bo'ladi. Plus ikkinchi asosning yuzi, ya'ni B kvadrat. Ko'paygan h ni o'rniga A minus B ildizosti 2 taqsimda 2 ni qo'yamiz. Yaxshi. Endi e'tibor bering. Mana bu yerda qisqa ko'paytirish formulasi paydo bo'ldi. Ya'ni A kub minus B kub bo'ldi. Ko'paygan ildizosti 2 bo'ladi va 3 kere 2 taqsimda 6 bo'ladi. Demak, bu tayyor formula do'stlar. Mana shunaqa masalalarda mana shu formulani birdaniga qo'yib ketsak bo'ladi. Demak, biz sizlar uchun harakatdamiz. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlang. Obuna bo'ling, videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, bizda ikkinchi savol tenglama. Tenglama bo'lganda ham ajoyib yuqori darajali tenglama va ikkita shart bilan berilgan ekan. Kichkina ildizini topish kerak ekan va ildizlari ko'paytmasini topish kerak ekan. Yaxshi, biz birinchi navbatda buni ildizlarini topib olamiz. Endi 4-darajali tenglama, ya'ni 3 ta haddan iborat. Demak, belgilash kiritsak osonroq bitadi. Xo'p, nima qilamiz? Keling, o'rtadagi x plus 3 ni belgilab olamiz. Ya'ni x plus 3 degan ifodamizni a deb olamiz. Xo'p, shunda mana bu endi x plus 1 ku, ya'ni 3 dan nechini ayirsak 1 bo'ladi? 2 ni. Bunisi 5, 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Demak, bunday holat bo'lar ekan.
a minus 2ni 4-inchisi bo'lar ekan, plus a ni 4-inchisi bo'lar ekan va plus a plus 2ni 4-inchisi barobar 203 ga teng bo'lar ekan. Yaxshi. Endi mana bu a ni bitta o'zini narigi tomonga o'tkazamiz. Ya'ni a minus 2ni kvadrati, uzr, 4-inchisi plus a plus 2ni 4-inchisi teng 203 minus a ni 4-inchisi. Endi do'stlar, mana buni salgina soddalashtiramiz. Xo'p, qaysi formula bo'yicha? Ya'ni a4 b4 degan formula teng bo'ladi. Bu a kvadrat plus b kvadratni kvadratidan 2a kvadrat b kvadratni ayirmasiga teng. Yoki keling mana bu a4larni yo'qotish uchun minusligini desak, mana buni o'rtasi minusligi, mayli plus bo'lsa, mana buni minus deymiz. Unda bunisi plus bo'ladi. Mana shu formulaga teng. Qo'yamiz. Demak, bu degani a minus 2ni kvadrati minus a plus 2ni kvadratini kvadrati plus 2 demak mana shu narsa. A minus 2ni kvadrati ko'paygan a plus 2ni kvadrati teng 203 minus a4. Xo'p, buni soddalashtirsak, birinchi qavsni ochib olamizda. Demak, a kvadrat minus 4a plus 4 minus ta'sir qildirib ochamiz. Minus a kvadrat. Xo'p, minus 4a minus 4 ni kvadrati plus bu yoqda 2 ko'paytirilgan a kvadrat minus 4 ni kvadrati darajani xossasidan teng 203 minus a4. Xo'p, bu yoqda demak qisqarib ketadi a kvadratlar, 4lar, demak bizda qolyapti nima? Minus 4a va minus 4a, ya'ni minus 8a qolyapti. Shuni kvadrati. Minus bu yoqda plus ekan. Demak, a4 minus 8a kvadrat plus 16. Xo'p, teng 203 minus a4. Buni kvadratga ko'taramiz. 64a kvadrat plus 2a ni 4-inchisi minus 16a kvadrat plus 32 barobar 203 minus a4. Hammasini chap tomonga o'tkazamiz. 3a4 64 dan 16 ni ayiramiz. Plus 48a kvadrat. Xo'p, 203 dan 32 ni ayiramiz. Xo'p, bu demak 171 minus 171 teng 0. Hammasi 3 ga karrali bo'lgani uchun 3 ga bo'lib yuboramiz. Demak, a4 plus 16a kvadrat minus demak 57 teng 0. Endi buni belgilamay shunchaki ajratamiz. Demak, 50 ko'paytirsa 57, ayirsa 16, 19 bilan 3. Demak, a kvadrat plus 19 a kvadrat minus 3 teng 0. Endi e'tibor bering. A kvadrat musbat son, 19 ham musbat son. Ikkita musbat sonni qo'shganda 0 bo'lmaydi. Ya'ni bu bo'sh to'plam bo'ladi. Demak, bizda a kvadrat teng 3 degan ifoda qolyapti. Bundan a ni topamiz. Plus minus ildizosti 3 chiqadi. Boshida biz belgilaganmiz. Demak, x plus 3 teng 1 marta ildizosti 3 ga, x plus 3 teng 1 marta minus ildizosti 3 ga. Xo'p, bu yerdan x1 ni topamiz. Xo'p, minus 3 plus ildizosti 3 bo'ladi. x2 ni topamiz. Minus 3 minus ildizosti 3. Endi kichkina yechim, ya'ni a shart uchun javob minus 3 minus ildizosti 3, ya'ni kichkinada manfiy. Endi b shart uchun ko'paytmasi. Xo'p, minusni chiqarib olamizda 3 minus ildizosti 3, 3 plus ildizosti 3, ya'ni 9 minus 3 bo'ladi. Bu 6, ko'paytmasi minus 6. Demak do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Bundan ham qiziq misollar bo'ladi va like bosish esdan chiqmasin. Demak do'stlar, bizda 3-savol trigonometriyaga doir. Demak, sinus beta berilgan ekan 5/13, kosinus alfa berilgan ekan 3/5. Demak, oxiri yaxshilik bilan tugasin misolda. Demak, alfa betamiz 0.90, ya'ni birinchi chorakda ekan. Ya'ni bu degani ikkalasining ham ishoralari musbat. So'ragan narsasini qarang, yarim burchak formulasi. Bular ham odamni qiynagan. Demak, mayli, yaxshilikka bo'lsin, davom etamiz. Demak,
Sinus alfa plus beta taqsim 2 ni so'rabdi. Yaxshi. Endi do'stlar, taqsim 2si bo'lgani uchun bu yarim burchak formulalari. Endi bu yerda to'liq burchak bor-da. Biz yarim burchakka o'tib olishimiz kerak. Yo'q, biz bunaqa qilmaymiz. Biz sal yengilroq ish qilamiz. Yarim burchaklarni to'liq burchaklar bilan ifodalay olamiz. Ya'ni qanday? Xo'p, endi umumiy hozir sinus alfa plus beta uchun yozaman va bu o'sha bittadan burchak berilganda ham o'rinli bo'ladi. Xo'p, qarang. Demak, sinus alfa plus beta taqsim 2 ni bu alfa plus betani bitta burchak deb tasavvur qiling. Masalan, gamma taqsim 2 burchak uchun teng bo'ladi. Bu qanday? 1 minus, ya'ni sinus bo'lgani uchun minus bo'ladi. Kosinus alfa plus beta, ya'ni to'liq burchak taqsimda 2. Agar mana bu kosinus bo'lganda edi, mana bu ishora plus bo'lar edi. Endi bu yig'indidan ko'paytmaga o'tish. Xo'p, buni formulasi ham alohida mavzu. Xo'p, keling, mayli, shuni formulasini yozamiz. Demak, kosinus alfa plus beta nimaga teng, do'stlar? Bu kosinus alfa ko'paygan kosinus beta minus sinus alfa ko'paygan sinus betaga teng. Bu formulamiz bizni. Mana shu. Ana endi mana shu formula bo'yicha mana buni ochib chiqamiz birdaniga ildizni ichida. Demak, 1 minus kosinus alfa ko'paygan kosinus beta, mana bu minusga mana bu minus ta'sir qiladi, plus sinus alfa ko'paygan sinus beta. Xo'p. Sinus beta. Mana. Taqsim 2. Va ildiz yopildi. Yaxshi. Endi qarang, sinus betani bergan. Biz kosinus betani topishimiz kerak. Kosinus alfani bergan, biz sinus alfani topishimiz kerak. Demak, misolni ham izdivatsiya qiladigan misollardan ekan. Yaxshi. Endi, xo'p, bizga kosinus beta kerak ekan. Kosinus betani topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Endi birinchi o'ringa bo'lgani uchun ildiz oldi plus bo'laveradi. 1 minus sinus kvadrat beta. Ya'ni 1 minus bu 25 taqsimda 169 bo'ladi. Mahraj beramiz 169 dan 25 ta ayiramiz 144, ildiz olamiz 12, pastda 13. Endi qarang, kosinus alfa bergan. Biz sinus alfani topishimiz kerak. Ya'ni xuddi shu formula. 1 minus sinus kechirasiz. Sinus alfani topishimiz kerak ekan, uzr. Sinus alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfa. Xo'p, demak 1 minus buni kvadrati 9 taqsimda 25. Xo'p, ildizda 25 ta mahraj beramiz, 16 bo'ladi. 9 da ayirsak 4 taqsimda 5 ekan. Bo'ldi. Hammasini topdik mana bu yerdagilarni. Endi o'rniga qo'yamiz. Xo'p, ildiz ostida 1 minus kosinus alfamiz qani? 3 taqsimda 5 ko'paygan sinus alfamiz kosinus alfa kechirasiz, kosinus betani ko'paytiramiz. 12 taqsimda 13. Xo'p, plus sinus alfa. Nimani? 4 taqsimda 5. Sinus beta 5 taqsimda 13. Xo'p. Taqsimda ikkisi ham bor. Endi mahrajlar 65 65 bo'ldi. Bunga ham 65 ta mahraj bersam, 65 minus 36 plus 20. Pastda 2 bilan 65 ko'paydi, 130 deb beradi. Xo'p, 65 dan 36 ni ayiraman. Demak, bu 29, 20 ni qo'shaman. Demak, ildiz osti 49 taqsimda 130. 49 dan ildiz chiqadi. Demak, 7. Mahrajda 130 ildiz ostida. Demak, do'stlar, buguncha shu. Videolarni qo'llab-quvvatlang, like bosing, komment yozing, obuna bo'ling. Asosiysi biz 10 ga bo'laylik. Keyingi videolargacha.